o'xshatishni harakatida bo'lgan odam. Immo taqlidchi bo'lma. Taqlidchi bo'lma, birodar. Chunki birovni ko'ylagini o'zingga moslashliging aqldan emas. O'zligingni yo'qotma. Chunki birovga taqlid qilib yashashlik bu doimiy azob hisoblanadi. Boshqalarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlikka intilma. Chunki laylakni yurishini o'xshataman deb, Allohonat o'zini yurishini yo'qotib qo'ygan. Ko'p odamlar o'zlarini boshqalarga o'xshataman deb o'zligini unutib qo'yishadi. O'zini nafsini unutadi. O'zini ovozini o'zgartiradi. Tilini burab gapiradi. Harakatlarni kimgadir o'xshatishga harakat qiladi. Qobiliyatlarini, urf-odatlarini qo'yingki, o'zini unutib, birovni kopiyasi bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa insonga faqatgina mashaqqatni, qiylanishlikni va rohatsizlikni olib keladi. Shuning uchun birodar, Alloh qanday iqtidor bergan bo'lsa, shu bilan yasha. O'zingni borincha qabul qilgan. Chunki Odam alayhissalomdan beri kelayotgan inson zoti borki, biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmagan va bundan keyin ham biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmaydi. Modomiki ikkita odamni surati, shakli, rangi bir xil emas ekanmi? Nimaga endi ularning iqtidorlari, qobiliyatlari, talantlari bir xil bo'lish kerak? Sen birodar yagonasan. Yer yuzida surati, rangi, ovozi va iqtidori senga o'xshagan bironta odam yo'q va bo'lmaydi ham. Sen Ahmaddan albatta farq qilasan. Sodiqga ham o'xshamaysan. Va ular ham senga hech qachon o'xshamaydi. Shuning uchun birodar, o'zingni taqlid qiynog'iga, birovga o'xshash mashaqqatiga, shu musibatlar zindoniga tashlamagin. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, qad alima kullu unasin mashrabahum. Hamma odamlar o'z suvlarini bildilar. O'zi suv ichadigan joyini bildi, o'zligini tanidi. Boshqa oyatda Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor, bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Birodar, o'zingni qiynama. Yugurishingda birovga o'xshama, qadam bosishingda birovga o'xshama, tilingni burab gapirma. Qanday yaratilgan bo'lsang shunday bo'l. Ovozing qanday bo'lsa shunday gapir. O'zgartirma. Yurishing ham o'zingniki bo'lsin, boringcha bo'l. Plastik operatsiya qilib, o'zini falonchi qo'shiqchiga yoki falonchi aktyorga o'xshatayotganlar bor. Bu o'zini o'zi qiynashdan boshqa narsa emas. Chunki seni birodar, o'zingni surating faqat senga ato qilingan. Eksklyuziv bizning tilda aytganda. Bu surat senda bor. Biz taqdiringga rozi bo'l demoqchimiz. Biz taqdiringga rozi bo'l deyotganda nimani nazarda tutyapmiz? Taqdirni yozuvi birodarlar ikki xil bo'ladi. Buni avvalgi darslarda ham aytdik, yana o'rni kelganda takrorlaymiz. Vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, hukm bo'lib yozilgan taqdir bor. Hukm bo'lib yozilgan taqdir nima? U shunday narsalarki, sen unga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaysan, uni o'zgartira olmaysan. Bunga rozi bo'lishing kerak. Masalan, erkak yoki ayol bo'lishing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi zamonda yashashing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi makonda yashashing bu hukm bo'lib yozilgan. Bu narsalarga rozi bo'lishing kerak, tamom. Shakli shamoiling ham mana shunga kiradi. Boringizga rozi bo'ling. Alloh shu surat sizga berdimi? Rozi bo'ling. Rozi bo'lsangiz Alloh taolo barakot beradi. Endi vasf bo'lib yozilgan taqdir nima desa, sen birodar uni o'zgartira olasan. Unga ta'sir o'tkaza olasan. Masalan, mo'min yoki kofir bo'lishing o'zingning ixtiyoringda. Qorningni katta bo'lib ketishi yoki tekis turishi o'zingning ixtiyoringda. Savodli yoki savodsiz bo'lishing bu ham ixtiyoringda. Xullas, vasf bo'lib yozilgan taqdir, u siz unga ta'sir o'tkaza olasiz. Ixtiyoringiz bilan mo'min bo'lasiz yoki ixtiyoringiz bilan kofir bo'lasiz. Ixtiyoringiz bilan ilm o'qib, ilm ahlidan bo'lasiz, ixtiyoringiz bilan savodsizlardan bo'lasiz. Shuning uchun biz birovga o'xshama, birovda qalipiga tushma deyotganimizda nimani nazarda tutyapmiz? Masalan, o'zingni fe'ling sababli, noto'g'ri ichishing sababli qanday holatga kelib qolgan bo'lsang, shunday turaver demoqchi emasmiz. Masalan, biz aytayotgandek, haddan tashqari semirib ketding. O'tirib turgani qiylanyapsan, tahorat qilgani qiylanyapsan.
Ha endi bu Alloh shuni yozgan ekan, endi shunga rozi bo'lishim kerak ekan degan tushuncha to'g'ri emas. Yeyishingni to'g'rila, jismoniy harakat bilan shug'ullan, qorning o'rniga keladi. Mana shunisiga rozi bo'lma. Ammo birinchi taqdirni hukm bo'lib yozilganiga rozi bo'l. Mana shu fizkultura bilan shug'ullanmay qo'yganliging uchun beling egilib, kuraging mushchayib qoladi. Endi Alloh shuni qilib qo'ygan ekan dema. Buni o'zing qilib olding. Agar sen shug'ullanib turib, bu narsani yo'q bo'lishiga sabab mehnat qilganingda qomating tekis bo'ladi, qilishdek bo'lib. Shunaliga nimaga rozi bo'lish kerak, nimaga norozi bo'lish kerak? Farqiga borib olaylik. Endi Xudo bergan figura ekanda, shunga rozi, yo'q, bu noto'g'ri bu tushuncha. Chunki sen o'zing semirib olding. Endi ishimizda shunaqa arvoh odamlar ham bor. Yesa ham semirmaydi. U kiyim yarashmaydi unga. Ha, endi bu Allohning hukmi bu. Harakat qilyapti, to'g'ri ovqatlanyapti, shug'ullanyapti va hokazolar. Lekin bo'lmayaptimi? Bunisi endi hukm bo'lib yozilgan ekan. Fe'l-atvoring axloqingni o'zgartirishi mumkin, ammo xilqatingni emas. Sariqmisan, sariqsan qabul qil. Qoramisan, qorasan qabul qil. Bundan uyalma. Seni qora deb, sariq deb ustingdan kulayotganlar rasmni ustidan kulishyaptimi, rassomni ustidan kulishyaptimi? Seni shu rang bilan ranglab qo'ygan, shu rangni senga bergan Parvardigorini san'atini ustidan kulishmayaptimi? Shuning uchun bo'yningni qisman shalpon quloq bo'lsang, soching qo'ng'iroq bo'lsa, soching erta to'kilib ketsa, bu Allohning bergan xilqati, rozi bo'laver. Uzunsan, pakanasan. Buni o'zini holiga qo'y. Chunki bu hukm bilan yozilgan. Boringcha o'zingni qabul qil. Endi xulqing, fe'l-atvoringni yaxshi tomonga o'zgartir deb aytdik. Savol tug'iladi. Yaxshi tomon deganda nimani tushunasan? Bizga g'arbi sharqdan kelayotgan o'lchov tushunchalarni tushunasanmi? Agar ha, yaxshi taraf deganda mana shu g'arbni, sharqni tasavvurlari deyotgan bo'lsang, bu katta muammo. Agar sen chin musulmon bo'ladigan bo'lsang, yaxshi taraf deganda kitob va sunnatni tushunasan. Alloh va payg'ambarning so'zini tushunasan. Sahobalarni, tobiinlarni va salaf ulamolarni o'zingga andozada bilasan. Sen birodar tashqi ko'rinishingni birovga o'xshatish bilan emas, o'zingning axloqingni, fe'l-atvoringni tuzatish bilan ovora bo'l. Fe'ling Muhammad sallallohu alayhi vasallam va zotning sahobalarining fe'liga o'xshashga harakat qil. Mana shularga taqlid qil. Albatta nafsingni vahiy bilan tarbiya qil birodar. Endi sen o'zgartira olmaydigan narsalar bu Allohning xohishidagi narsalar. Alloh seni shunday yaratdi, seni shunday deb bilamiz. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi juda ham o'rnida bo'ladi aytsak. Rasululloh aytganlar: "La yakun ahadukum imma'atan." Sizlar immo bo'lmanglar. Ya'ni taqlidchi, ko'r-ko'roni taqlid qiladigan bo'lmanglar. Ya'ni odamlar nima qilsa shuni qilaveradigan odam immo deyiladi. O'ziga yarashadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Qilaveradi-da. Senga yarashmaydi uni qilig'i. Aytdik-ku, laylakni yurishi o'ziga yarashadi. Shumchig'ini qarang-da. Sakrab yurishi o'ziga yarashadi. Endi ko'r-ko'rona taqlid qayerdan kelib chiqadi? Nima sababdan odamlar taqlid qiladi birovlarga? Birinchidan, inson dindan uzoq bo'lsa, ko'r-ko'rona taqlidga beriladi. Ikkinchidan, bekarchi odam taqlidchi bo'ladi. Uchinchidan, bo'sh vaqti ko'p bo'lgan odam ham taqlidchi bo'ladi. Mashhur odamlarga bo'lgan muhabbat ham insonni taqlidchi qilib qo'yadi. O'sha prichoskasini palonchi aktyorga, yurishini palonchi futbolchiga o'xshatadi. Ibrat bo'ladigan odamlarni topmaganlar taqlidchi bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlarni tanimaydi, shuning uchun to'g'ri kelgan odamga taqlid qiladi. Yana betarbiya odamlar taqlidchi bo'ladi. Dinni tushunmagan odamlar taqlidchi bo'ladi. Birodarlar, immo inson qanaqa bo'ladi? Bu o'zini fikri yo'q bo'lgan odam. Kimga bo'lsa ergashib ketaveradigan odam. Kim bilan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, men sizlar bilan birgaman deydigan odam. Taqlidchi kim bo'ladi? O'zini o'lchov tushunchasi yo'q, ochiq pozitsiyasi yo'q odam. Unga birov jinday yaxshilik qilib qo'ysa, u bilan ham ketaveradi. Birov unga zid bo'lgan odam yaxshilik qilsa, u bilan ham ketaveradi. Osh qilib berib qo'ysa ketaveradida. Unga qilingan biror yaxshilik yoki unga qilingan biror yomonlik har tomonga buraveradi.
Lekin musulmon odam bunaqa zaif shaxsiyatli inson bo'lmaydi. Beqaror bo'lmaydi, o'zgaruvchan bo'lmaydi, bemulohaza bo'lmaydi. Taqlidchi odam qanaqa odam bo'ladi? Taqlidchi odam dindorlar ishga kirganda qoraka bo'lib gaplashib o'tiraveradi siz bilan. Endi gunoh ma'siyat qiladiganlarni majlisiga o'tirib qolsa, shularning bittasi bo'lib ketaveradi. So'kinib gapiradi, so'kinib gapiraveradi. Jargon, g'iybat, shikoyat. Ya'ni kimni holatiga, qaysi majlisga tushsa, shularning qalbiga tushib qolaveradi. Musulmon unaqa odam bo'lmaydi. Uni o'zini uslubi bor, qadriyatlari bor, o'zining ramkasi bor. Musulmon kishi muvozanatli bo'ladi. Palonchilarga taqlid qilmaydi. Odamlarni rozi qilaman deb to'g'ri kelgan ishga kirishib keta olmaydi. O'zini shabloni bor, o'zini andozasi bor. Hamma so'kinib gapirayotgan bo'lsa ham bu majlisda indamay o'tiradi yoki turib chiqib ketadi. Biror narsani qilsa yoki biror narsani tark qiladigan bo'lsa, maqsadi Allohning roziligi bo'ladi. Odamlar nima qilayotgan bo'lsa qilaversin. Moli davlati ko'p odam to'yini shu to'kin sochinlik bilan, ehtimol isrof bilan qilsa, uni puli bor. Endi kambag'alga balo bormi unga taqlid qilibda? To'g'rimi? O'zi puli yo'q. Nari-beri to'yni qilyapti. Lekin odamlar qilyapti-da, biz ham qilishimiz kerak deb turib, isrofga pul sarflaydi. Bunga kim qo'ydi? Demak, shu odam taqlidchi. Ko'r-ko'rona taqlid qilyapti. Odamlar qanaqa qilyapti o'zi? Hadisda aytilgan taqlid birodarlar, la yakunu ahadukum imma. Sizlar taqlidchi immo bo'lmanglar. Bu yerda ko'r-ko'rona taqlid aytilmayapti. Bu yerdagi taqlid faqatgina ibodat, aqida masalasida emas. Birodarlar, axloq masalasida ham taqlid bor. Yurish-turishda, kiyinishimizda, bir-birimiz bilan qilayotgan muomalada nima bor? Taqlid bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in." Sizlar o'zlaringizdan avval o'tgan ummatlarning yo'llariga qarichma-qarich, ziroma-ziro ergashib ketasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumu. Agar ana shu nariga toifalar bir kalta kesakda teshigiga kirib ketsa, sizlar ham orqasidan kirib borasizlar. Hozir shunaqa bo'lmayaptimi, birodarlar? Qanaqa ishlar bor, musulmonga to'g'ri kelmaydigan, mana shu g'ayri dinlardan bizga o'tib qoldi. Aytinglarchi? Futbol komandasi futbol komandasi yutsa, bayroqlarni ko'tarib, ko'chalarda shovqin-suron qilib, ko'chalarni to'ldirib, mashinada signal cholib yurish. Bormi? Bor. Kiyinishda ruku qilsak, sajda qilsak, belimiz oxirigacha ochilib qolyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Sajda qilsak, yitilib ketyapti shimlarimiz torligidan, chunki ular kiyyapti-da tor. Shuning uchun biz, birodarlar, biz musulmonmiz. Biz ibodatimizga, namozimizga xalaqit qilmaydigan kiyim kiyamiz. Kiysa kiyib o'lmaydimi hammasi? Bugunchi mana shu dars tugagandan keyin, demak, men taqlidga berilsam, kimlargadir o'xshashga harakat qilib yashasam, o'zimni doimiy mashaqqatga tiqib qo'yaman ekan. O'zimni hayotimni kir qilib olaman ekan. O'zimni hayotimni fasodga uchrataman ekan degan tasavvur bilan chiqib ketinglar. Bugun yarim soat eshitgan ma'ruzalar foyda qilgan bo'ladi. Kunda bittadan tasavvurni o'zgartiraylik, bittadan. Ko'r-ko'rona taqlidning zararlari. Taqlid, ko'r-ko'rona taqlid Allohning yo'lidan chiqarib yuboradi. Ko'r-ko'rona taqlid aqli va dinida insonning zaif inson ekanligi, shaxsiyati zaif ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Xor bo'lib yashaydi. Taqlidchini Allohga ham qadri bo'lmaydi, odamlarga ham qadri bo'lmaydi. Taqlidchi xor bo'lib yashaydi. Allohga ham qadri yo'q, odamlarga ham qadri yo'q. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik haqiqatlarni idrok qilishdan to'sib qo'yadi. Ko'r-ko'rona taqlid jamiyatda tuban odamlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Narxi past odamlar ko'payib ketadi. Taqlidchi zalolat quduqiga tushib ketadi. Taqlidchi, ko'r-ko'rona taqlid qilgan odam o'zi bir jamiyatda yashab turib, boshqa jamiyatning quli bo'lib yashaydi. O'zi musulmonlar orasida yashaydi, ammo shu kofirlarning ishlariga, urflariga taqlid qildimi, musulmonlarning ishida yashab turib, ana shu kofir yurtdagi odamlarning quli bo'lib yashaydi. Ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odam fikriy tanazzulga duchor bo'ladi. Bunday odam chiqqan har bitta yangi narsani orqasida quvib yurib yuradi. Har qanaqa bir g'arib narsaga o'ch bo'ladi. Hamda
boshqalarning ra'yiga o'ylamasdan etmasdan ergashib ketaveradi. Natija qanday bo'ladi? Natijada o'zligini, islomiy haviyasini yo'qotadi, shaxsiyati zaif bo'ladi, yetalatma bo'ladi, tavozusiz insonga aylanadi. Dinimiz bu narsalardan qaytargan. Aqlli, xushli musulmon kishi qilmoqchi bo'lgan ishini, mohiyatini, oqibatini fikrlab ish qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud, mana ulug' sahobalardan. U sahoba aytadi: "Yo olim bo'linglar, yo mutaallim bo'linglar. Immo bo'lmanglar. Yo olim bo'l, diningni biladigan, yo shu olimdan dinni o'rganadigan mutaallim, talabi bo'l. Bilasan-da shunda kimga ergashib, kimga ergashmaslik kerakligini. Immo bo'lmanglar" dedi. So'rashdi: "Immo kim?" Ibn Mas'ud javob berdi: "U shunaqa odamki, men odamlar bilan birgaman" deydi. Agar ular to'g'ri bo'lsa to'g'riman, agar adashsa adashaman deydi. Men qavmim bilan bilaman deydi. Qavmi isrof qilayotgan bo'lsa ham, gunoh qilayotgan bo'lsa ham qavmi bilan. Demak, o'zini fikri yo'q. Yana bu ulug' sahoba aytdi: "Immo shamol qayoqqa essa, o'sha yoqqa ketaveradigan kishi. Bas sizlar agar odamlarning hammasi kofir bo'lib ketsa ham iymonda turinglar, immo bo'lmanglar." Shuning uchun birodarlar, tushunaylik shu narsani. Odamlar o'zlarining tabiatlarida, shakllarida xuddi daraxtlarga o'xshaydi. Daraxt qaramaysizmi? Biri uzun, biri pastroq, birining soyasi keng, birining soyasi tor. Bitta daraxtning mevasi bor, bittasiniki yo'q. Bittasining mevasi shirin, bittasiniki nordon, bittasiniki taxir. Birodar, agar sen olma bo'lsang, behi bo'lishga urinma. Seni qadring olmaligingda. Seni olma deb yaxshi ko'ramiz. Agar yong'oq bo'lsang, uzun bo'lishga harakat qilma, chunki seni narxing, qadring seni yong'oqligingda. Birodarlar, ranglarimiz, tillarimiz, iqtidorlarimiz turli bo'lishi ham o'zi Alloh taoloning mo'jizasi. Seni birodar hech kimga o'xshamasligingni o'zi mo'jiza emasmi? Sen o'zi mo'jizasan, Allohning mo'jizasisan. Bu mo'jizani inkor qilma, taqlidchi bo'lma. Har bitta inson dunyoga kelar ekan, shakli shamoili turli bo'lganidek, iqtidor qobiliyati ham turli bo'ladi. Qaramaysizmi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini? Bular ham shakllari har xil bo'lgan, iqtidorlari har xil bo'lgan. Ular biri ikkinchisiga o'xshashga harakat qilmagan. O'zini boricha qabul qilgan va mana shu bor iqtidori bilan diniga xizmat qilgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu sahobalarini toqatiga qarab, talantiga, qobiliyatiga qarab turib ish tayinlaganlar. Ali ibn Abi Tolibni qozilikka tayinladilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni ilm yo'liga buyurdilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuni Qur'on ilmiga buyurdilar. Zayd ibn Sobitni faroiz ilmiga buyurdilar. Xolid ibn Validni jang maydoniga yubordilar. Hasson ibn Sobit roziyallohu anhuni she'r ilmiga yubordilar. Qays ibn Sobit esa notiqlik ilmini o'rganishlikka buyurildi. Shuning uchun o'zingiz nimaga yarashingizni, nima qobiliyatingiz borligini bilingda, shu bilan diningizga xizmat qilavering. Hamma olim bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma voiz bo'la olmaydi. Endi nima qobiliyating bor senda? Shu qobiliyatingga rozi bo'ldi, diningga xizmat qilib qol. Boshqalarning fe'l-atvoriga, xulqiga ko'r-ko'rona taqlid qilish, o'zgalarning yaxshi-yomon sifatlarini o'zingniki qilib olish, bu o'zingni yo'qotib qo'yish bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jismonan nimjonroq bo'lgan. Tabiati juda ham muloyim bo'lgan, ko'ngilchak bo'lgan. Ammo shunaqa bo'lsa ham ummat uchun qanaqa xizmat qilib qo'ydi? O'zini boricha qabul qilib turib. Endi Umar ibn Xattobni qarang. Ulkan gavdalik, jussasi yo'g'on bo'lgan odam, tabiati ham qattiq bo'lgan. Bu kishi ham mana shu fe'l-atvori bilan, shu shakli shamoili bilan dinini katta-katta g'alabalarga xizmat qilib qo'ydimi? Bu ulug' insonlarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ular o'zlarini boshqalarga o'xshatishga harakat qilishmadi. Boshqalarga o'xshatishga harakat qilmadi, o'zini iqtidoridan kelib chiqib turib diniga xizmat qildi. Shuning uchun birodar, Alloh senga ato qilgan ne'matlarga rozi bo'lib shukr qil. Agar bilsang, mana shu seni surating faqat senda bor. Shukr qil, rozi bo'l, shu ne'matlar sening ustingda ziyoda bo'ladi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonga toqati ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmas.
Boshqalarni tabiiy xislatlariga ko'r-ko'rona taqlid qilaversang, o'zingni shaxsiy xislating va qobiliyating yo'q bo'lib ketadi. Irodang sinadi, fahm-farosating ketadi, aql zakovating yo'qoladi. Xulosa, taqlidchi bo'lma birodar. Birovni ko'ylagini o'zingga moslama. O'zligingni yo'qotma. Chunki bu narsa doimiy azob va mashaqqatdir. Saodatning sabablari degan darsimizda 9-mavzu immo ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odam bo'lma. Aqulu inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayth va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoyi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika alallohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustinglarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamom, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'larki? Kursga qara. Nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta ob'yomli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarni qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishingni peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qado degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi, to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarni miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tub-tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi. Chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi. Inson dunyoda yashar ekan, ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, moliylarga, joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan. Shunda allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshanasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga paydo bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibatning orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mo'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uchqashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yoshar bolaga Rasulullohning berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyoqarashi shakllanadi-da. Siz uyingizda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilar-ki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'barangda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamda bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa, vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshanangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshanangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib, qurib ham bo'ldi." Tamom. Yana aytadilar Rasululloh, "Ihris ala ma yanfauk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin, balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5-4 yutkizib qo'ydingiz. 10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz.
Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham maza qilasan. Demak nima bo'lmagan ekan? Raketga ham qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib siyg'alan. O'sha oyog'ingni siyg'alantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotganingda? Alloh. Qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkazishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. U taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol, Muso va Xizr alayhissalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotdi. Xizr alayhissalom shunday bordi-da, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissaning nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha reysga ulgurmaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir-chaqir qilib keluvdingiz, ulgurmadingiz. Uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turuvdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi, dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shat tortib qo'yatuvdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'nglingga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'nglingga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomni qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyuk emas ekanman." Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'ptimi oqibati? Shuning uchun siz ustingizga kelgan
qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi